Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir kishi qanday odam qarindosh deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarindosh emas, bir-birini so'roqlagan, bir-birini holidan xabar olgan, borish kelishi bor odam qarindosh deb Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Hozir amakivachchalar, xolavachcha, tog'avachchalar unchalar qarindoshdek ko'rinmayapti. Bir-biri bilan faqat to'y, maraka, bir marosim bo'lsa, bir-birinikiga boradigan holat bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun shu qarindoshchilik rishchasi bir oz sovugandek? Faqat to'y, maraka bir sabab bilan bir-birinikiga borish. Mana bir kichkinagina aqlim bilan o'ylashimcha, biz kattalar sababchi bo'layapmiz. Chunki bolalarimizni yubormayapmiz. Bor tog'ayniga o'ynab kelgin, mana bugun shanba kuni, ertaga maktab yo'q bolam. Qachon farzandlarimizni bittasi yaqinda ammasinikiga borib bir kecha yotib keldi. Ha? Xolasinikiga borib bir kecha yotib keldi. Tog'asinikiga borib bir kecha yotib keldi. Qachon? Yuboramiz. Ketidan darrov telefon qilamiz, tez qaytib kelgin deb. Qo'ying, o'sha yerda bir kecha yotsin. O'ynasin o'sha yerdagi bolalar bilan. Ko'chaga chiqib bir-birini himoya qilsin. Ilgari amaki-vachchalar bitta ko'rpan tagida katta bo'lgan. Bir-birini kiyimini kiyib katta bo'lgan. Shu rishtani bog'laydi. Bir-biri bilan bordi keldi qilib bir-birini, ilgari onalarimiz bir kecha yotib kelishardi. Akamni ko'rib kelaman, opamni ko'rib kelaman deb. Hozir